Jahon chempionligi O'zbekistonga qaytishi mumkin. Rustam Qosimjonovni eslasangiz kerak, 2004-yilda shaxmat bo'yicha jahon chempioni bo'lgan edi. Lekin u paytda shaxmat bo'yicha ikkita jahon chempionati bo'lgan va Rustam Qosimjonov hammani hayron qoldirib, o'shalarni bittasini yutgan edi. Aynan uni g'alabasidan keyin shaxmat federatsiyasi birlashib yangi format tashkil qilishgan. Lekin shu paytgacha bizani o'zbeklar hali unda yutmagan. Lekin Javohir Sindarovda juda katta imkoniyat bor. Hozir aynan o'sha mutlaq jahon chempionligi uchun saralash bahsi Candidates Tournament bo'lib o'tyapti va eng qizig'i Javohir turnir tarixida rekord natijalarga erishyapti. 10-turdan keyin 6 ta g'alaba, turnir yarmida eng ko'p ochko yig'ish, bunaqa katta ustunlikka ega bo'lgan eng yosh shaxmatchi. Tushunishingiz uchun bunaqa natijalarga hatto Magnus Carlsen ham erisha olmagan. Agar 12-turda Nakamurani yutsa, saralashda oldindan g'olib bo'lib, jahon chempionligi uchun Gukesh bilan 14 ta o'yinga kirishadi va O'zbekiston tarixida bu ishni uddalagan birinchi shaxmatchiga aylanadi.